Nima qilyapsizlar? Nima balo? Ko'rmayapsanmi? Ey qora qo'l, urushga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ko'rmayapsanmi? Kim bilan urushmoqchisizlar? O'zini payg'ambarman deb da'vo qilayotgan odamga qarshi jang qilamiz. Qani ketdik. Payg'ambar? Payg'ambar degan so'z Habashiy qulga qattiq ta'sir qildi. O'sha payg'ambar bilan ko'rishga qaror qildi. Shoyat uning huzurida qalbini ochadigan va yo'lini yoritadigan biror narsa topsa, shunday o'y bilan payg'ambarimizning chodirlariga yetib keldi. Kimsan? Nima yumushing bor, hoy odam? Men Haybar sayyidlaridan birining Habashiy quliman. Payg'ambar bilan ko'rishmoqchiman. Payg'ambar bilan ko'rishish uchun shuncha qo'yni haydab keldingmi? Bular Haybarlik hojamniki bo'lib, menga omonatdir. Hojangning qo'ylari sen bilan Rasulullohning o'rtalarida turadimi? Rasululloh ularning suhbatini eshitdilar. Tashqariga chiqib, Habashiy qulning gaplariga diqqat bilan quloq soldilar. Siz payg'ambarmisiz? Rasululloh unga ha deb javob berdilar. Nimaga da'vat qilasiz? Rasululloh islom diniga chaqiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q va men Allohning rasuli ekanimga guvohlik berishingga da'vat qilaman dedilar. Agar shunday deb guvohlik bersam va Allohga iymon keltirsam menga nima va'da qilinadi? Oliy janob payg'ambarimiz javob berdilar. Agar shunday holda vafot topsang, mukofoting jannat bo'lgay. Guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q. Va yana guvohlik beramanki, Muhammad Allohning rasulidir. Ey Allohning payg'ambari, yonimdagi mana bu qo'ylar meniki emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni qarorgohimizdan tashqariga chiqar va uzoqroq joyda qoldirib kel. Alloh omonatingni o'zi ado etadi dedilar. Habashiy shunday qildi. Qo'ylar Yahudi egasiga qaytib borgan edi. Yahudi tushunib yetdiki, quli islomni qabul qilibdi. Oliy janob payg'ambarimiz bayroqni Ali ibn Abu Tolibga berib, urush qilishga izn berdilar. Habashiy ham urushga Ali bilan birga bordi va o'sha jangda shahid bo'ldi. Musulmonlar uni qarorgohlarga olib kelishdi. Payg'ambarimiz shunday dedilar: Alloh bu qulni sharafladi va yaxshilikka yo'lladi. U islomni chin ixlos bilan qabul qilgan edi. Uning bosh tarafida jannatdagi hurlardan ikkitasini ko'rdim.